Bu video komment so'ragan akalar uchun. Aka mashinaga 5000 dan oshiq ishlatdim dedingiz. Nimalar ketganini birin-ketin ko'rsatib bera olasizmi? Davay aka, ko'ramiz. Qani ungacha videoni bitta ko'ramiz. Akalar buni eng qimmat narsasidan boshlaymiz. Pnevma podveska nechi pulga tushgan? Pnevma podveska 2,5 ming tushgan aka. Mashina polirovka keramika bo'lganga ham o'xshayapti. Da aka, polirovka keramika menga 300 dollarga tushgan, plus oldin morda broni plyonka bo'lgan. U 200 dollar aka. 200 dollar. Mashinaga dodda qilib 4 ta kalish ham taqib qo'yibsiz. Da aka, 4 ta kalish esa menga 300 dollarga tushgan. Qani sizlar bilan salonga sayohat qilamiz. Aka, salonni skromniy qilib qo'yibsiz, o'zingizga komfort qilib. Da aka, o'zim uchun komfortga yaratib qo'yganman. Aka, Malibu bar, Malibu rul sizga nechi pulga tushgan? Xo'p, ikkalasi aka menga 400 dollarga tushgan. Apparaturalar qo'yganmisiz, qo'ymaganmisiz? Da, apparaturalar qo'yilgan aka, oldiga ikkita estradniy, orqaga pioner, usinitel hammasi bo'lib 700 dollarga aylangan. Salon osishchalar ham qilingan, polni hamma yog'iga. Salon osishchani o'zi esa 100 dollarga tushgan menga. Patologlarni aka qop-qora qilib qo'yibsiz. Patologimiz aka Equinox Design avtotikan bo'lgan. Bu yerda Bradway qo'yilgan aka, Bradwayni o'zi o'sha kameralik 80 dollarga aylangan. Aka, mashinaga mehr doddasini beragansiz, Brooklyn moykalarga kirib. Da aka, haftada 3 marta. Gap yo'q lekin. Aka, mashina shumka bo'lganmi? Da aka, mashina polniy bunker, ikkita bamferdan tashqari, hamma yo'q bo'lgan. Aka, bitta gap ayting, mashinangiz menga vapshim yoqdi-da. Rahmat aka. Yoqmayotgan tarafi nima aytingmi? Nima aka? Cho'ta gulishtiris teshilganmi? Voy, aka, tashavvoz. Polniy trassa pavuk yig'ilgan-ku, siz buni bitta eshiting. Aka, mashinani ovozi juda ham skromniy, nimalar bo'lgan? Aka, birinchi navbatda propan qo'yilgan aka, propan bilasiz, endi hozirgi benzinlarga sal ishonch yo'q. Haqiqatda aka, gapirmang. Polniy trassa pavuk bo'lgan aka, stage 2lari bilan menga 400 dollarga tushgan. Ko'rdinglar o'zingizlar mashinaga necha pul ketganini? Bundan-da zo'r videolar chiqishiga like, podpiska bosib qo'yish esdan chiqmasin. Saqlanib qo'yish ham esdan chiqmasin.